qisqidirib kavushim yirtildi. Hech ham qisqidirganingiz uchun kavushingiz yirtilmagan, qiz tanlaganingiz uchun yirtilgan. Bo'yi uzun bo'lsin, chiroyli bo'lsin, qosh ko'zi qora bo'lsin, hamshira bo'lsin, o'qigan bo'lsin, pazanda bo'lsin. Bitta qiz bolaga shuncha xislat kam emasmidi? Ana endi borini olasiz. Bersa olasiz. Qizi borlar. Shu yerdamisizlar? Bizni zamonimiz keldi. Endi unaqa oldingidaqa qudaligi, nima deydi, sovchilarni dasturxon solib, bezatib kutib olish shart emas. Ikkita stakan bilan bitta bezgaz suv qo'yib qo'yinglar bo'ladi. O'zi tugun qilib kelsin kerak bo'lsa. Qizi borda, nozi bor degan maqol ana endi ishlaydi. Oldin dasturxon solib, pista bodom qo'yib o'zi yemaganini. Qizini maqtab o'tirardi bechoralar. Qizim ostona xatlab ko'chaga chiqmagan. 10 ta gapirsangiz, bitta gapirib turjayib turadi. Instagram, Telegramga kirmaydi. Ostona xatlab ko'chaga chiqmaydi. Endi shart emas. Onajonlar, mana qizim. Ko'chadan kirmaydi. Qo'lidan telefon tushmaydi. Bitta gapirsang, betingni yurib oladi mana ahvol. 11 gacha uxlaydi. Siz yigitning onasi ham boshqa iloji yo'q-da. Rosa mana shunaqasini qidirdim men. Rosa men bopakamman shu qiz. Menga bering shuni, o'g'lim ham aytdi-da, shunaqasidan topib keling dedi. Meni o'g'limchi rosa pazanda. Mana erkak kishining ishi, mana ayol kishining ishi deb o'tirmaydi. Voy chokarasa tekis. Mana kiyimga yamoq solsa yamalgani bilinmaydi. Ha meni ham qizim kir yuvsa yuvilgani bilinmaydi. Rosa men bopakanda bering menga shuni. Meni o'g'lim esli, xushli, odobli. O'g'lingiz shunchalik bo'lsa biznikiga olib kelib qo'ying. G'alati-da, voy nimasi g'alati? Bojalari bilan yuraveradi. Bojalari bilan ino bo'lsa, uy-joy talashmasa, ro'zg'orimni alohida qilaman desa yuraveradi, peshonusda. Oxiri shu holiga kelyapti-da. Shu holga kelyapti. O'zimizda ayib. Mana ko'rasizlar, agar mana shu tug'ilish shu tempda agar davom etadigan bo'lsa, 5 yildan keyin o'g'il bola hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Hamma qiz ko'rish to'xlab qoladi. Raddomda oldi turibdi, xudo ish qilib qiz bo'lib qolsinlar. Xudo bitta qizli bo'lib qolaydi. Xotin! Nima bo'ldi? O'g'il! Nima? Yana o'g'ilmi? O'g'il tug'irasanmi? Bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Yana o'g'ilmi? Uyimda parishta yo'q, sarishta yo'q, baraka topgur. To'pligimiz zo'rg'a kiyib chiqdim topib. Hamma yo'qni qop-qora bola qilvarding-ku. Ertaga bularga qaytdan xotin topib beraman men. Bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Desa bu yoqda erkaklar buni ovutyapti. Birodar, nolamang. O'g'il bola ham bola. Tirnoq qazorlar bor, birodar. Xudo kimgadir o'g'il, kimgadir qiz beradi. Ertaga ko'rasiz, kelinlaringiz qizingizdek bo'ladi. Yana bitta qizim bo'lsin degandim-da aka. Ertaga o'lsam kim yig'laydi aka? O'lganingizdan keyin nima farqi bor? Bura yig'laydi. O'lgan bo'lasiz-ku baribir. Men bitta qizim bo'lsin degandim-da aka. O'zingizda nima aka? Menda qiz. Voy qanday baxtlisiz aka. Yuqsin iloyim. Aka, mana qiz bo'lish uchun nima qilish kerak, ha? Endi qiz bo'lish uchun zaxda ko'proq o'tirishingiz kerak. Qovurilgan yog'li ovqatlar yemang. Pista bodom vobshe chaqmang, sizga mumkin emas. Keyin yog'siz qattiq ichib yuring. Diyetani mahkam ushlash kerak. Keyin uxlashdan oldin oyog'ingizni muzday vanna qilib yoting-da.
o'zi sovug'ligingiz oshib og'zingizdan suv keladi-da. Mana shu paytda qiz bo'ladi. Birodar, qiz bo'lish oson emas, uni licheniyasi qiyin uni. Davleningiz nechi? 120 ga 80. Ya, siz bu davleniya bilan qizli bo'lamisiz? Men masalan xotinim mana shu qizimga homilador bo'lishdan oldin davleniyam 70 ga 30 edi. Ozgina o'tirasan mayli, boshim aylanyapti-da. Men o'zim Mo'ykada ishlayman. Oilaviy sholi ekanmiz. Menda 6 talasi ham qiz, Xudoga shukr. Bitta ham o'g'lim yo'q. O'zi men dadam ham o'g'li bo'lmagan ekan-da.